Shu avtomashinani mayda-chuda qilib o'tirmayman. Xullas bor-ku, mana shunaqa eshak araba emas, mana shunaqa tindliq boshliqlardan bor-ku. 8-mart uchun faqat. 8-mart kuni kesalar berasan. Undan keyin kelsa, oldin kelsa, unaqa narx yo'q. 1,5 ming, 1800 deb o'tirmaymiz. $1200 berasan. 8-mart kuni. Tushundingmi? $1000 tarqat uka. Ber $1000. Mana jigarlar, mana seshanba kundan boshlab unaqa qilib bera olmayman. Ertaga 8 zalog bersalar bo'ladi, kelishib qolsalar bo'ladi, oformit qilib qo'ysalar bo'ladi, boshqa qilsalar bo'ladi. Mana shu singlingizga ham moshin berdim. Keling YouTube'ga chiqasiz. Meni ham chiqaring deb keling singlim. Mana shu singlingizga ham avtomashina berdik. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamay. Gulnoza edi, Gulnoza singlimiz. Nima avtomashina berdik? Gentra. Bosh to'lov necha pul to'layapsiz? Men qarang, bitta gap aytaymi? Bir xillar aytadi, avtokreditga olganim bilmasin, aytmang deydi-da. Yo'q, kasalni yoshirsang, isitmasi oshkor qiladi deydi. Bu bir. Oldin 40 yilda chiqqan bo'lsa, hozir 40 minutda chiqib turibdi. Odamlarda haqqini yeb aldab yurganlar uyalsin. Bizlar uyalishimiz kerak emas. To'g'ri emasmi? Nech pul to'ladingiz bosh to'lov? 30 million ha? Oylik to'lovlaringiz tushuntirildi. 30 million pulingiz havoga ketayotgani ham tushuntirildi. Yana nima deyay mana? Mana mashina olib turibdi. Qana mashina? Gentra. Tindig'ini qilib berdim. Любое время sotganda zarar ko'rmaydiganini qilib berdim. Inshaalloh singlim qutulib, inshaalloh shu avtomashinadan to'lab qutulgandan keyin любое время olib keling o'zim sotib olaman. Chunki beradigan narsam qanaqa ekanligini yaxshi bilaman. Da, mana ko'z oldida nechta kishiga avtomashina sotdim. Mana shu yerda klientlarim yuribdi. Mana shuncha gapimni eshitib turibdi. Qiynaladigan bo'lsangiz avtokredit olmang deb necha marta zor qaqshyapman, to'g'rimi? Aytyapman, lekin odamlar avgust kelgandan keyin oladi-da baribir. To'g'ri emasmi? To'g'ri. To'g'rimi? Yaxshi kunlarga buyursin. Hali Instagramga bomba qilib chiqarib yuboramiz. Xudo xolasa. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Do'stlar, meni yoshiradigan odamlardan narsam yo'q. Mana Zoirjon. Aka nechta? Men borna kirgan odamga aytaman, qancha to'layapsan? 2000. Ketdi desam, roziman dedi. Nima kerak yolg'on gapirib? O'zi 4 kunlik dunyo. O'laydigan 4 kunda bir ko'zni ochib yumgun yana 50 ga kirasan. Mana shu ko'rib o'tirgan odamlar bir eslab ko'ring, mana u kungina necha yoshda edilar? Jahongir uka, to'g'rimi ukajon? Bu o'laydigan zamonda nimaga kerak aldab, bir-birini kiydirib. Arendaga ham Suxoyga, 5 million to'laydi. Arenda. Sparkka ana 4,5 milliondan to'layapti-kan. Bu o'zi qolib ketadi zaten. Yana bor-ku, jigarlar. Mana arendaga olganlar bor-ku. Arenda arzon, halol nasiya savdo arzon deydi-ku. Mashinani ola olmay yurgani 85%. Uxlatdilar. Buni nomida deydi, men berib yuborganman Vikipga nasiya savdo, bechora o'ldan olgan odamlar. Men oldimga kelyapti, ratchot qildim deyapti. Men aytayman, ukajon deyapman. Sen deyapman, 10 kun kechga qolgansan deyapti. Haligi Vikipchilar. Men ko'rdim. 10 kun kechga qolgansanda shu uchun deyapti, iloji yo'q endi ukam deyapti. Men senga deyapti ogohlantirgan, o'zi viloyatlik, Toshkentlik bo'lgan. To'g'risi. Ha, mana Epika o'zimni voditelim qayerga ketdi bechora? 1,5 yil to'lagan. Olib qo'ydilar. Ana 1,5 yillik ham yo'q, bosh to'lovi ham yo'q. Mashina birovniki ekan. Birovning mashinasi. $450 Epikaga berib yurgan. 70-yil Epikaga. To'g'risi Epika o'sha Epikaligi qoldimi uni? Mendan tushdi destak ha. Ha, o'sha Berasan, ayting endi shuni. Bilaylik. xullas nech puldan ketdi? 1300 dan 1200 danmi? 1000 dan? Bayram kuni kelsa 1000 dedi. Bayram kuni kelsa 1000. O'zi 1200 dedim. Bayram kuni ertaga 8-mart kuni zalog berib qoladigan bo'lsa $1000 dan nechta qo'yamiz? 50 ta. 1000 danmi? Nechta qo'yamiz? Ertaga 30 ta beramiz. 30 tami? 30 ta Gentra 1200, 1,5 ming, $1000 dan 30 ta Gentra ketdi bosh to'lovi.
Lekin mana shu videom, mana shu aytilgan shu 1200 bilan oxirgi videom. Men chunki bankdan ruxsat ola oldim faqat dushanba kungacha. Seshanba kuni o'tkazib bo'lmaydi, dushanba kuni oxirgi kuning bo'ladi. O'tkazib qol dedilar. Qolgan vaqti 3,5 ming, 3 ming, 4 ming bilan chiqadi jigarlar, mashinalar. Dushanbadan buyog'ida 3 ming, 3,5 ming bilan chiqadi. Oylik to'lov kamroq bo'ladi, lekin bosh to'lovi 1 1,5 ming bilan chiqmaydi jigarlar. O'sha uchun bosib qolinglar, niyat qilganlar. Majburiy emas. Validada ham xuddi shu gapni gapirgansiz. Bilasizmi, oxirida video qilganmiz. Vaqt o'talib ketgan. Bilasizku jigar, bilasizku. Kelinglar, mana jentralar. Mana ke jentralar. Bitta narsa aytaymi? Mana shu jentrani kapotida mana tosh tekkan joylari bor. Mayda-chuda. Mashin qancha yurgan? 70 ming yurgan. Xo'p, toshday qotib qolgan o'zini radnoy balonni qo'yib qo'yibdilar. Xo'p, pulti bor. Pulti uchun 5 kishi o'zini kalla otdi, menga bering deb bermadim. Mashinda menda chaqqa joylari bor. Ikkita kalenkada menda qirilgan joyi bor. Realniy. Qiynalgan oila bo'lsa bor-ku, 8-mart uchun kelsa, bugun bermaymiz lekin. Bugun videoni chiqarib yuboringlar. 8-mart kuni mana shu yerim odam to'lishini xohlayman. 9-mart kuni ham. $800 bilan olib ketsin. Olsin. 23. 70 ming yurgan. Kraskaga javob, kraskaga. Duxu yetmaydi bunaqa radnoylarni berishga, jigar. Aka ertaga kelsa bu keyin $1000 edi. Jigar. Sizga yarashmaydi endi. Biz aytdikmi qilamiz. Qilamiz aka. Ha, aytdikmi qilamiz. Qo'shib bitta bossin endi aka, shu joyiga. Bitta qo'shiqdan bo'lsin. Aka ham sizga aytib qoldi, nima aytaman aka. Oylik to'lovini o'zi aslida aytkim keladi. Ha. Biz qancha Lekin anovi patologga tuflayotgan negativlar bor-ku. O'zi mashina olmaydi ham, ololmaydi ham. O'shanaqalar asabimga o'ynaydi-da. $8. Ro'za Ramazon oyida. Noto'g'ri komment yozgan. Noto'g'ri fikr bildirgandi. Allohga soldik. Ha? Chiroyli like bosgan jigarlarda esa qo'li dard ko'rmasin deymiz. Shuncha mehnatimni ertalab mana shu yerda 10 da kelaman, kechqurun 12 gacha yuraman. Shu mehnatimni qadriga yetmaydiganlarni Alloh ko'rib turibdi. Allohga kifoya qildik. Mendan avtomashina olgan jigarlar, meni ko'rib turgan bo'lsalaring, albatta kommentariya yozinglar. Sizlar uchun jon kuydirganmanmi, yo'qmi? Kelganlaringda mana yerda ishlaring boshqachami? Yo muomalalari boshqachami bo'llarimda? Aytinglar, rasmi bilan olib kelib menga ko'rsatinglar. Nakalayni tus cho'ktiraman o'sha yerga. Bitta xodimim agar bor-ku, yashang. bitta xodimim, bitta meni deb kelgan insonni xafa qiladigan bo'lsa, kallasini yerga qo'ydirib turaman, javob beraman. Mana shu qaysi mushuk ayta oladi bu gapni? Men aytaman bu gapni. Mana 5 yilga bo'ladigan bo'lsa bor-ku, mana shu mashinada $1100 bilan oylik to'lov 6,200 dan. 3 yilga bo'ladigan bo'lsa $800 bilan olsin. Oylik to'lov 8,500 dan 3 yilga. Bir xil aytishi mumkin. Voy, 8,500 dan bratan kallangiz joyidami dedi. Ha mujik, 5-6 ming dollar to'lang, 4 milliondan to'lang oyiga. Boshlang'ich to'lov kamda. Конечно, boshlang'ich to'lovi beradigan nomeringizga yetmagandan keyin oylik to'lovi shunaqa chiqadi, jigar. Hozir 1 so'msiz bo'lib qoladi-da shunda. 1 so'msiz $800 nima? Nomer texpasport oldi sotdi оформление zapretiga yetyapti. Sug'urtasini o'zi $800. Sug'urtani. Bilmayman sug'urta o'zi nima ish qiladi, lekin $800. Alloh ularga ham insof bersin. Bosing endi aka. Menga farqi yo'q, uka. Aka shu achilish qilib narigi jentrani ham ko'rasizmi aka? Narigi jentrami? Nima ekan u? Jigar. 59 ming yurgan. Kraska Miatina bor ekan. Kraskasi bor deb qo'yinglar. Xullas mana aksiyaga qo'ygan mashinalarim olsin buni ham $1000 bilan. Nechi bu 22 mi? Jigar 22-yil 59 ming yurgan. 10 kilo parogida ikkita Miatina bor deyapti. Benzinda turibdi. Metan qo'yib, metanlari yechib olinmagan ba'zi joylarga o'xshab. Metanni ham 300 ga sotamiz, tiqamiz deb turib. Bosingiz. Jigarlar, bu faqat 8-9 chislov uchun. 10-chislowda bundaqa narx yo'q. Yo'q, ha? Mana YouTube'da oxirgi videom mana o'zi 3 kun oldin qildik. To'g'ri. Mana noilojlikdan bugun yana olyapman.
Sizlarni yaxshi ko'raman, tanajonlaring sog' bo'lsin. Davom etamiz. 1000 dollar ketdi bu ham. 800 ga qo'yib yuboraymi? Qo'yib yuboring aka, qo'yib yuboring. Ketdi, 800 dollar ketdi. Gap yo'q ana. Bormi aql yetadiganlar? Ikkita 800 xolasi. Jentralarda 800 dollardan qo'yadiganlar bormi? Bo'lmasa aka, buni ham nima qiling bo'lsa. 800 dollar, 800 dollar ketdi. Bunchi bu? Ha, Buni ham bu bolam. buni ham endi. Sen meni o'ldirmoqchimisan? Yaramascham. 22. Ana bu. 21200 kilometr yurgan. Seni ham so'zing sinmasin bolam, xalq duo qilsa bo'ldi. Ana bu. Pipi bolamni duo qilsa, olsin buni ham 800 dollar bilan. 800 dollar. 800 dollar. Olsin 800 dollar bilan. Uchalasi ham Ketdi. avtomat do'stlar. Ana bu. O'zi jentralar 800 dollar ekan. Jigar. 1000 dollarlar jentralar 800 dollar. Ha aka. Aldab olmasin 800. Ze nima deysan? Mana o'zi 2700 dollar bilan chiqyapti. Men qilib bera olaman buni 1500 dollar bilan. Sen nima qilib bera olasan? Ha. Qilib ber, nima qilib bersang qilib ber. Ol. Sen Nech pul bilan bera olasan? 700 dollar. Past ketma lekin. Sizga Past ketma. 700. Ha, 700 har ga. maza qilsan. 600 ni yomon ko'radi ekan. Mana oddiy bo'lsa o'tgan Ha, safar ber. 600 qo'ydi, aytdi shuni ham. Gapi Ha? ya bo'lmaydi. Asing aka. Zoir senga yarashmadi. 8-martga. Ana bo'lmasa boshlandi. Bosing aka. Sen mendan ham arzon aytgandan bora. Xalq sizni ko'rib keladi. Qancha bilan? 700. Mana u boshqa gap. Mana u boshqa gap. Ko'rib olinglar. Kaneshda. 43225 kilometr yurgan. Benzin 811 nomeri 700 dollar bilan ketdi. Mana shunaqa qilsang kayf qilaman uka. Men qara, foyda qilmasdan. Siz maza qilamiz dedi-yu. Bitta biz beryapmiz buni hozir tushunmayapman. duxi ham yetmaydi. Aqli ham yetmaydi. Tushundim aka. Bundaqa bor-ku, bundaqa 20 ming, 10 ming, 25 ming, 15 ming yurgan mashinlarni Jahongir shunday 700-800 dollardan berishga duxi yetadi deb o'ylaysizlarmi? To'g'risini aytinglar. Aka Malikiga borsangiz iPhone ham bermaydi. Ishlatilganini ham. Mana sizga. Mana. Yo, Jahongir nima deysiz uka? Yo, fikringizni ayting. Shunaqa mana 23, 22, 30 ming, 10 ming avtomat full yuklari bilan radnoy narsalarni shuna 700-800 dollar bilan barcha xarajat ichida. Endi sizga bahs qilib qo'ymasin endi. Hozircha qo'ymagan hech kim. Qo'yilgan yo'q hech kim, to'g'rimi? Dekda qo'ymayapsiz. Menga bahs qilib qo'ysalar men maza qilaman-da, jigar. Qo'ysinlar. Atvet kutamiz jigarlardan. Xalqni o'ylayman degan jigarlar, bosinglar, beringlar. Vaqtida foydalanib qolsin odamlar. Olgan oldi. 100 dollarga. Sotgan sotdi deydi, to'g'rimi? Berish ham kerak. Uni qo'yib turib bera olmaydiganlar bundan. Bera olmaydi. Mana 700 dan qo'yib yubordik. Hozir bitta mijoz kelib tur. Mana o'tgan safar menga 500 dan mashina qo'ydik, sirab tushib oldi. O'shanaqa kelib qolsa nima bo'ladi? Sotamizmi sirab? Jigar ertaga mana hozir sotamiz. Bormi klient? Kesin, beramiz. Beramiz. 700 dollar bilan. Aka, mana trackerda ma'lumotni bering. Tayyor ekan-da. Eltizi. 2023 yil qiz. 2023mi? Parvoglari, yumshoq balonlari, tonirovkalar. 8-martga shuni skidka qilamizmi? Ha? Faqat ayollar uchun. 2000 demaymiz. Oha. Ya bo'yakna. Ko'rdingizmi? Demaymiz degandan keladi. Bir tanishim aytadi-da, oilaviy bitta tanish do'stimiz, singlimiz bor. Uyda deydi gaplashib o'tirsak deydi, qancha puling bor deb aytdi deydi. 5000 pulim bor desam deydi, singlim turibdi, yo'q, ona 10000 puli bor buni deb aytdi deydi. Onam turib bunday deydi. 5000 ham demaymiz deb yuboradi deydi. Xuddi o'shanday, mayli, bu avtomashinamizda 2000 dollar demaymiz. 1800 ham demaymiz. 1600 ham demaymiz. Ber uka, oson xalq maza qilsin. 1500 dollar bilan olib ketsinlar. Bitta iPhone'ni puliga tracker olib ketsin. Kompaniya ham bor ekan. To'lolmay keyin qiynalib qolmasa bo'ldi. Bizning maqsadimiz qilib berish, qo'liga tuttirib yuborish. To'la olsa, to'lashiga aniq ishonch amin bo'lsa, maqsadi aniq bo'lsa olinglar, jigarlar. Ertaga qiynalib qoladigan bo'lsalaring, mana yerga qaytib kelmanglar. Aka, buni ham 8-martga qo'yib yuboramizmi? Nima deysiz? Bunimi? Ha. Buni Nima dedingiz? bunga hali bor. Bor, ha? Bunga hali bor. Lekin qo'yaman degansiz buni ham, ha? Buni qo'yaman. Mustaqillikka. Buda naqd pulga oladiganlar bo'lsa, aka.
bir yigit borda. Aha. Bitta gap bor deydi-yu. Ha, bitta rivoyat aytib beraman. Aka xudo xolasa buni xotiraga qo'yamiz. Ba'zi insonlar lekin xafa bo'lmasin. Men shu narsaga amin bo'ldim-da. Endi hamma ham o'zini ko'ngliga olmasin yana. Yaxshi inson, yaxshi ayol, yaxshi qiz ko'ngliga unaqa olmaydi. O'ziga olmaydi. Endi bu hayot, hammada bor, oilada bor, bo'ladi, boshqa bo'ladi-da. Lekin bir oilada 4-5 kishini xudo urishi qiyinroq bo'ladi-da. Tuya bozorga bir boy chiqibdi. Bir qarasa bir go'zal tuya turgan ekan. Tuyaga? Ha, yaltirab yonib turgan ekan. Tuyachini oldiga borib so'rabdi: "Ey tuyachi, bu go'zal tuyangning narxi qancha?" debdi. "Ey boy aka" debdi. "Aslida bu tuyamning narxi" debdi. "Juda qimmat" debdi. "Lekin" debdi, "men debdi buni 10 barobar arzoniga beraman" debdi. "Qanchaga berasiz desa, 1000 tangaga beraman" debdi. Tuyachi" debdi, "siz hazillashmang" debdi. 10 000 tangaga ham debdi, bu yerda tuya yo'q-ku debdi, bu bozorda debdi. "Siz atiga 1000 tangaga berasiz. Ne sabab buni 1000 tangaga bermoqchisiz" debdi. Shunda tuyachi aytibdi: "Endi oldingi davrlarda shunday mard insonlar bo'lganda, hozir u hamma narsani yamab, yulqab uzatib yuboryaptilar." Haligi tuyachi "Tuyamda bir kasali bor" debdi. O'zini emas debdi. Onasini bir kasali bor edi debdi. Nima desa, shu karvon ketaversa debdi, duch kelgan joyga debdi, o'tirib olardi debdi. Endi lekin bu tuyamda qizida ko'rmadim bu kasallikni debdi. U bo'laveradi-da debdi. "Men shu tuyangni oldim 1000 tangaga" debdi. Shu olar ekan tuyani-da karvon otlantiribdi. Karvon ketaverar ekan, bir boylardan shu tuyaga ishqi tushib taklif kelibdi. 50 000 tanga beramiz, karvon boshingizga yetkazingiz. Bu yonib turgan tuyangiz bizga yoqdi. Shu tuyangizga biz xaridormiz debdi. Tuyachilardan bittasi kelib boyagi boyni oldiga kelibdi. "Boy aka" debdi. "Boyagi" debdi, "tuyangizni" debdi, 50 000 tanga qilishyapti" debdi. "Yo'q, bu go'zal tuyam meniki, bu sotilmaydi" debdi. O'shanda yana karvon davom ettiribdi. Yana ketaveribdi. Yana bir suv ichadigan, haligi ovqatlanadigan joyga to'xtasa, yana bir boyda ishqi tushibdi. Yana taklif kelibdi. 100 000 tanga beraman, shu tuyani bermasmikan debdilar. Boyagi boy aytibdi: "Yo'q, bu tuya men uchun atalgan" debdi. "Bu berilmaydi, bu yonib turgan tuya faqat meniki" debdi. Ketaveribdi, davom etibdi. Davom etgan ekan, bir vaqt tuya boshi yugurib ketdi. "Boy aka" debdi. "Bilmayman" debdi, "qaysi bir tuyamiz" debdi, "yerga yotib olgan" debdi. Yumalayapti debdi. "Yo'q" debdi. Borib haligi ne ko'z bilan qarasa, haligi boyagi yonib turgan tuya ekanda. Shunda karvonboshi savol beribdi: "Men birinchi bor bunday tuyani ko'rishim, boy aka, bu ne xislati bor? Bu o'tirib olsa ham mayli edi, bu loyga yotib yumalayapti" desa, "Endi men bu tuyani aybini bilardim-da, lekin shunga rozi bo'lib oldim. Bu tuyani onasi shunaqa edi, shu yerga yotib olib yumalaydigandi. Shu baribir bolasiga ham urar ekanda shunaqa narsa" degan ekanda. Shu uchun qush inida ko'rganini qiladi deydi. Ehtiyot bo'linglar. Har bir narsani onasiga qarab qizini ol deydi. Bekorga aytmaydilar. Onani oilada haligi xudo urgan bo'lsa, bolalar ham shunaqa bo'lib ketaverar ekan. O'sha uchun jigarlar Sholik toshlar. Haligi ukamiz shu gapni aytib qoldi-da, bir emas, 4ta emas, 5tasini ham xudo urgan ekan. Bilmay qoldim men dedi-da. O'sha ukamiz xudo olsa yaxshi qiz qidiryapti. Yaxshi qiz topgan kuni o'sha qizni mahriga mana shu mashinani sovg'a qilaman. Mana shu mashinani padarka qilaman o'sha qizni mahriga inshaalloh. Demak, sotuvda emas buni. Buni mahriga sovg'a qilamiz. To'g'ri emasmi qizim? Kim ekan endi u? Yaxshi narsa aytib beraman-a.
Ketdik. Endi rasprodaja qilaman. Oh, Sparklar ko'rsatmayman. sparklardimi? Mayli yuringlar ham aytaman. Savollar bor, savol. Beringlar savollar. Meni yondiradigan savollarni beringlar. Beringlar savollar. Optim, 1,5 ming dollardan ketdi. 1000 dollar, 1,5 ming dollardan. Mana shu nima moshin bu? Monzami? Mana 3400 dollar bilan chiqyapti. U kuni 1,5 ming edi. Monzalarni уже отказ qildilar. Bosh to'lovi 3400, oylik to'lovi 6 million 200. Buni puliga samolyot beryapti. Buchi? Bu endi 1000 dollar. 1000 dollar bilan olaversinlar. 3 ta 800 bo'ldi lekin, ha? Spark. Mana Spark. Mayda juda qilib o'tirmayman. 1300 dollar bilan olib ketaversinlar. Saka diska, 4 yumshoq balon, 63800 kilometr yurgan, kraskasiga javob. Bizda unaqa eshak arava mashinalar berilmaydi, jigarlar. Bizda eshak arava mashin berilmaydi. Buchi bu aka? Onyx. Onyx avtomashinamiz. Probegi Bo'laganda aka pastda aka. aka 1300 kilometr yurgan nima deyapti? Mayda juda qilib o'tirmaymiz. Olsin, maza qilsinlar. Nech pulga beray ekan ha? 1,5 mingga bersam bo'ladimi? Endi 8-marka skidka. Bitta qo'shiq aytib bering. Sevgi haqida ayting. Sevgisi yo'q bag'ri toshlar bor-ku. Sholing Bitta narsa aka. aytaymi? Mashinniklarda bor-ku. Ularda qalb bo'lmaydi. O'g'irlarda, xudo urganlarda ularda qalb bo'lmaydi. Ha, ishonaveringlar. Sevgisi bor, muhabbati bor insonlar mehribon bo'ladi. Ha, Qo'lidan yomonlik kelmaydi. qo'lidan yomonlik kelmaydi birovga. Gapiradi, lekin yomonlik kelmaydi. Jigar, bir sevgi qanaqa qo'shiq aytib berasiz? Qaysi birini aytasiz? Ha? Yana yangisimi? Boshqa bormi? U kungidan boshqami? Ayting bo'lmasa. Yuragimda bir so'z yotar seni o'ylab, bilarmisan go'zal yarim, bilarmisan seni o'ylab kechalari men bedorman, bilarmisan go'zal yarim, bilarmisan yuragimda bir so'z yotar seni o'ylab, bilarmisan go'zal yarim, bilarmisan seni o'ylab kechalari men bedorman, bilarmisan go'zal yarim, bilarmisan Layli bo'lsang majnuningman go'zal yarim, kumush bo'lsang otabekman go'zal yarim, sen uchun har narsaga tayyorman jonim, bilarmisan go'zal yarim, bilarmisan, bilarmisan go'zal yarim, bilarmisan. Gap yo'q yaxshi. Seni o'ylab kechalari men bedorman dedingiz, ha? Endi bedor emasman. Endi bemalolman. Shunday. Xo'p. Shu mashinda 1,5 ming dollar demaymiz Sardorjon. 1200 ham demaymiz. Olsinlar, xalq maza qilsin. 1000 dollar bilan olib ketsinlar. Olsinlar, 1000 dollar bilan. Onyx avtomashinasi top-toza 1400 kilometr yurgan 1000 dollar bilan olib ketsinlar mana. Mana mexanikami bu, avtomatmi bu? Mexanika. Mexanika mana. Nechinchi pozitsiya bu? 1000 dollar bilan nima deyapti? Mana Jahongir bormi shunaqa mashin beradiganlar? Meni achchig'im chiqsa kim? Ha, ana shunday denglar jigar. Jahlim chiqsa 800 bilan ham berib yuboraman. Faqat jahlim chiqsa. Ikkita sevishgan kelsa 800 ga beraman. Ha, faqat ikkita sevishgan kelsa. Shunday. Bo'lmasa 1000 mana. Bulardan ko'rsating aka, video registratorlar bor ekan.
Mana mayda chuda qilib o'tirmayman. Ha. Masalan 1900 to'lasa 4 million 400 dan tushadi oyiga. 22-yil. Mashina 47800 kilometr yurgan. O'ng parogida Myatinasi bor. Benzinda turibdi. 3 yilga bo'ladigan bo'lsa 1700 dollar bilan 1,5 ming bilan olsam buni ham. Oling shuni ham Ziyodaxon sen ham. Mexanika. 2300 kilometr yurgan. Mexanika. Texpasporti 2024-yil. Kuzovi 23. Yangi. Kuzovi 23. Yana tushuntirib aytayapman. Texpasporti 24 bo'lgan bilan foydasi yo'q. Bari 23 bu. Mashin. Bu avtomashina bosh to'lovi 2400 dollar bilan chiqadi. Mexanika mana yangi 2300 kilometr yurgan. 2200 dollar bilan olsinlar mana. Yana nima deyay? Somon ko'rgan rangi. Mana umi? Bu mana qarang. Bezlyuk. Mexanika. Metani zavodskoy metan. Zavodskoy metanda. Ha. Jahongir bozorda yuribsiz. Shu mashinlar 13300, 13500, 13200. Edi. Hozir nechi pul? 12,5. Nechta bor 12,5 dan olaman? Ayting. Mana mard bo'ling. Ha, jigarim. 12,5 dan bo'lsa 50 ta olaman. Mana javob. 12,5 dan bo'lsa 50 ta olaman. Yangi 12800 dollardan olsinlar mana. Shuni masla endi. Masla 0. 12800 dan. Mexanika 12800, zavodskoy metan. Metani bor, ha? Metani bilan ochib ko'rsatinglar. Agar 12,5 dan kimdan kimgadir bo'lsa, Trillion bilan vagoni bilan olib kelsa olaman. Chunki Gentra boshqa berilmaydi, sotilmaydi, уже tugadi. Zavodskoy metan. Metallikni qadri Ustalik. baland. Конечно, jigar. Qadri baland. bozorda ko'rgansiz, uning atrofida. Aka bu necha pul? Yo bu 0 bu. Bu besprobeg bu. Qaysi? Bular bosh to'lov sal ko'proq chiqadi-da. Где-то 2,5 ming shu atrofdan chiqadi-da bu. Bu masla ko'k. Masla. Yo'q, ham bularga mexanikaga bank kam pul beradi. Ha, mexanika. Mexanikaga. Bungacha aka. Mana uni ham 1,5 ming bilan olsinlar. 1400 bilan olsinlar. 1300 bilan olsinlar. Olsinlar, xalq maza qilsin. Yana nima deyay? Ketdik endi kobaltlarni maydalaymiz. Arqa tarafda bormi kobalt nimalar? Damazga orqaga o'taymi?